Take me to church, shout. Get the sign of it out. Then you can shop and get now. Follow me there. Assalomu alaykum barchalaring o'rtoqlar. Bugun haftaning payshanba kuni, chislo 13-fevral 2025-yil. O'rtoqlar, bilasizlar, oxirgi videoda ko'rgandilaring, oxirgi videoda Ohayo shtatiga kelgandik. Kolumbus shahrining yonidamiz. Endi o'rtoqlar, bu yoqdan chiqib ketyapmiz. Ohayo shtatidan Pensilvaniya shtatiga qarab, qaysi taraf edi? Xullas, Pensilvaniya nima degan taraf edi? Hamburgmidi? Bir degan taraf edi, hozir ko'rib aytaman. Xo'p, Pensilvaniya shtati Harrisburg shahriga boryapmiz o'rtoqlar. Harrisburg shahrining o'ziga emas, sal yoqdan o'tamiz nariyoqqa. Yo'limiz 500 mayl yo 450 mayl, lekin tog'li hudud bo'lgani uchun o'z kartaga qarasalaring Ohayo Kolumbusdan Pensilvaniya Harrisburgga borgan yo'llarda tog'lar bor, perevol bor, yaxshigina. O'sha yerga ketyapmiz. Bu yoqda pagoda ajoyib emas, juda sovuq desam bo'ladi. Qor yomg'ir aralash bir yog'adi, bir to'xtaydi, bir yog'adi, bir to'xtaydi. Endi ko'ramiz yo'llarda nima bo'ladi. Birgalikda ko'ramiz. Hozir nimadaman? Schneider yuk qilyapmiz. Yukimiz yengil emas, og'ir emas, o'rtacha bir 25,000 pound, bu gideta 12 tonna yuk bo'ladi, xudo xolasa. Yukimiz yaxshi, og'ir bo'lgani yaxshi, chunki bunaqangi muzlamada, qorlarda yuk og'ir bo'lsa, bosib yuradi-da, yaxshi yuradi. Hozir yuklashyapti. Hozirlar ko'rsataman tashqaridan bunaqangi turgan joyimizda. Chunki hechali bunaqangi yuk qilmagandik, adashmasam sizlar bilan birgalikda. Bu birinchisi. Schneider yuk qilganmiz, lekin live load deydi, ya'ni kutib turasiz. Yuklab berishni kutib turishimiz kerak. Qachon yuklab beradi, keyin yuramiz. Ungacha yurish yo'q. Shunaqa yuk bu. Yo'limiz yaqin, o'rtacha 450 mil aytganimdek. Unda jarayonlar kuzatishda davom etamiz. Unda let's go ketdik. Ana sizlar hozir tashqarni ko'rsatdik. Tutib turgan joylarimizda. Hop, kecha yuk tashladik-ku. O'shadan pusta yo'gandim. Endi bunaqa joyda turibmiz. Mana bu ulgur hali yuklab bo'lishmadi-da. Boshlagan ham yo'q dashana. Pustoy. Eshitsa, pustoy, hali hech narsa yo'q. Sovuq. Qor uchilyapti. Mana o'rtoqlar, ko'rdilaring, o'zlaring ham shunaqa joyda turibmiz. Ba'zan shunaqa yuklar ham chiqib turadi. Endi bularda narx sal yaxshiroq bo'ladi. Chem bu olib ketadiganga qaraganda yaxshiroq bo'ladi. Chunki sababi hozir uje adashmasam bir 2 soatdan beri o'tiribman shu trakt ichida. Zerigib ham ketdim. Shunaqa gaplar. Endi yo'lda kamerani ochaman. Yo'lga qaratib qo'yaman-da, sizlar bilan birga gaplashib ketamiz. Kecha nimani batafsil gaplashamiz. Nimani almashtirdik-ku. Sapchastlarni, buni o'shalarni gaplashamiz. Keyin yana bir ikkita gaplar ham bor o'rtoqlar. Kanaldan uzoqlashmang, videodan uzoqlashmang, o'tkazmay turing. Maslahatim bir chegadan ko'rishni tavsiya beraman, chunki gaplarimda chala-chulpa qanaqib tushunmay qolishingiz mumkin. O'shaning uchun maslahatim o'tkazmasdan boshidan oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Unda qor. Yo'llar oqaryapti, yo'llar. Xo'p o'rtoqlar, mana assalomu yetib keldik Pensilvaniya shtatiga ham. Pensilvaniya shtati bizni qorlar bilan kutib oldi. Qorlar dahshat. Ozgina qolganda qor yog'ardi, gideta adashmasam 20 mayl chiqadi yo chiqmaydi. Qor bosdi-yu, batarib turib. Endi o'shanga hozir biz nima qilib bu treylerimizni topshirishimiz kerak. Treylerimizni topshirib shu bilan pistoy olamiz. Yonimizda zapravka bor ekan, o'sha yoqqa borib joy topa olsak
bilan bemalol gaplashamiz o'rtoqlar. Ko'ribsizlar, hech kim yo'q. Soat nechi bo'ldi? Hozir 1 minut. 4dan 10 minut o'tdi. Ertalab soat 4dan 10 minut o'tibdi. Mana bizdan boshqa hech kim yo'q. Ana da o'zini securitylar aylanib qor yaxshigina yog'yapti. Ajoyib qor. Qor yoqadi, faqat peshkom yursangiz yoqadi, mazza bo'ladi. Bu trakda, yo'lda qiynaydi odamni. Odamni qiynab qo'yadi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Faras xuddi yonmetganga o'xshaydi. Yonibdi, lekin yonmetganga o'xshaydi. Ana shu ledmi nima, oqmi, o'shalar umuman yoqmaydi menga ish oqlamchiga. Sariq bo'lsa maza. Sariq bo'lsa qiynalmaysizlar. Bu oq lampochka bilmayman nimasiga, lampa oq lampochka deydi. Menga lekin gram yoqmaydi, to'g'risi. Mana qarang, hech narsa ko'rmaydi. To'g'ri, hozir aytsangiz-ku, mana svetlar yoniqib tushanga shunaqa bo'lyapti deb. Bu yomg'irda ham umuman hech narsa ko'rinmay qoladi. Qorni bosamiz hozir. Qorni bosgan o'rtoqlar. Bizdan oldin diqqat ketdi. Bo'ldi, endi men sekingina xotirjam joylashtirib olay joyiga. Joylashtirib olgandan keyin hozir pastga tushib video olaman, ko'rasizlar. Mazza. Mana o'rtoqlar. Ortqayman. Oldin ham yoqqan ekan. Jon ustiga yog'yapti-da. Xo'sh. Ikimiz qo'yib oldik, noshkalarni tushirib oldik. Qordi. Mazza. Mana noshkasini tushirib oldik. Hozir endi shunday kabellarimizni o'raylik. Mana ikkimiz kabellarimizni o'raylik, hozir mashinaga chiqib olaylik, gaplashamiz. Sovuq, qo'limizdan ketdi. Mana o'rtoqlar. Yangi treylerni ham oldik, bu pustoy. Endi shu bilan qordan sal to'xtab qoldi. Xullas, mana. Qora ancha to'xtab qoldi. Endi hozir traksopga borsak, dam olsak, yangi yuk chiqsa, yana boshqa qaysi tarafga bo'lsa o'sha tarafga ketamiz o'rtoqlar, qaysi tarafga chiqsa. Lekin traksopga boraveraylik, bemalol baxtlicha gaplashamiz. Xo'p o'rtoqlar, mana traksopga ham yetib keldik. Videolar montaj qildim. Soat nechi bo'ldi? Soat hozir 6:30 bo'lyapti. Tong yorishyapti, ko'rib turibsizlar. Mana shu tarafdan quyosh chiqyapti mana. Hop, videolarni montaj qildim. Endi hozir YouTube'ga skachat qilishga tashib qo'ydim. Endi bilmadim. Necha soatda skachat bo'ladi, ko'ramiz. Hozir kamerani buray o'zimga. Mana o'rtoqlar, video montaj qildim. 4:30 da kelgan bo'lsak, soat уже 6:30 bo'lyapti. Pashti hisobda 2,5 soat, 3 soatdan beri videoni montaj qildim. Endi Zagruskaga berdim. Endi ko'ramiz qanchada Zagruska bo'ladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar. Bu video biroz qisqa bo'lsa kerak, sababi nima qilmadik, balki narigi videoga qo'shib yuborishim ham mumkin. Undan oldingi qilgan yukimizga qo'shib yuborishim ham mumkin. Nimadan kelgan yukimiz? Qayerdan keldik? Texasdan Pensilvaniya shtatiga kelganimiz bor-ku, Texasdan Ohio shtatiga kelganimizda ham qo'shib yuborishim mumkin. Chunki sababi bunda unaqangi ko'p gapirganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Qisqagina, juda qisqa bo'ldi. Yo'limiz ham qisqa edi, 450 mayl edi. O'shaning hisobiga bu video qisqa bo'ldi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb qolaman. Allohga omonat bo'linglar. Like'larda ayamanglar, bunday qilay. Like'larda ayamanglar, podpiskalar ayamanglar.
Ha, keyin aytdim, o'rtoqlar, mana shu videoga 1000 ta like kelsa, soch bor va sochni olib tashlayman, mashinka bilan olib tashlayman. Hop, mayli, kutaman 1000 ta like. Tinch omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda yangi videolar ko'rishguncha. Bye bye.